do'stlar, lekin hardkorda 100 kun vijivaniya qilamiz. Ham bo'lmasam ketdi. Aniq bilaman, siz meni YouTube kanalimga obuna bo'lmagansiz. Keling, shu xatoni to'g'rilaylik-da, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Ham bo'lmasam biz videomizni boshladik. Va do'stlar, bizani mana shu yerda spam qildi. Endi biz birinchi bo'lib daraxt chopamiz. Va mana ko'rib turganinglardek biz toshli aslaqalarga ham o'tib oldik. Endi biz mob o'ldirishda davom etamiz. Va do'stlar, biz o'zimizga daraxt olib, biz o'zimizning bazamizni quramiz. Ya'ni biz uy quramiz. Ham bo'lmasam ketdi. Va do'stlar, biz o'zimizga kerakli bo'lgan daraxtlarni chopib oldik. Mana ko'rishingiz mumkin. Va endi biz mana bu yerga ulkan qilib uy quramiz. Ham bo'lmasam ketdi. Va do'stlar, ko'rishingiz mumkin, mana o'zimga ulkan qilib uy qurdim va mana bu yerga qo'y ferma qildim va mana bu yerga ikkita ozuqa ferma qildim. Va do'stlar, endi biz ozgina shaxtaga kirib o'zimizga kerakli bo'lgan resurslarni to'plab olamiz. Va do'stlar, ko'rishingiz mumkin, biz o'zimizga kerakli bo'lgan resurslarni to'plab oldik. 15 ta temir, 10 ta oltin, 37 ta lazorit va 2 ta izmirud. Bu menimcha yomon emas. Mana bu esa uyimning ichki qismi, mana bu tomi uyimni, mana bu esa pastki qismi. Ko'rishingiz mumkin. Uyimga kommentariyaga undan birgacha baho berib ketinglar. Va do'stlar, video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos kanalimga hamda shu videoga like bosib qo'yinglar va kanal rivoji uchun albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Biz keyin agar shu videoning ikkinchi qismi chiqishini xohlasangiz, kanalga obuna bo'ling hamda videoga like bosib qo'ying. Biz sizlar bilan ko'rishguncha deb qolamiz.